Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz O'zbekistonda mustaqillik g'oyalarining tarix asoslari, mustaqillikka erishish arafasida O'zbekistondagi ijtimoiy siyosiy jarayonlar deb nomlanadi. Uni quyidagi rejalar asosida ko'rib chiqamiz. Birinchisi, qayta qurish siyosati va uning barbod bo'lishi. Ikkinchisi esa mustaqillik arafasida O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli deb nomlanadi. Uchinchi rejamiz esa Farg'ona, Bo'ka, Parkent va Namangan voqealari deb nomlanadi. To'rtinchi rejamiz esa O'zbekistonda paxta ishi va uning oqibatlari deb nomlanadi. Darhaqiqat mustaqillik osonlik bilan qo'lga kiritilmadi. Mustaqillik arafasida butun dunyoda sodir bo'lgan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy jarayonlar sobiq Sovet davlatiga ham o'zini ta'sirini o'tkazmay qolmadi. Eng avvalambor mamlakatimizda ro'y bergan o'sha davrlardagi qayta qurish siyosati va uning barbod bo'lishi 20-asr insoniyat tarixida fan va texnika taraqqiyoti, yirik ijtimoiy, iqtisodiy o'zgarishlar hamda jahon urushlari bilan ajralib turadi. Bu davr shuningdek keskin mafkuraviy kurashlar va siyosiy burilishlar asri hisoblanadi. Chunki bu davrda judayam dunyo ikki qutbli bo'lib, o'zaro bir-biri bilan raqobatdosh davrga bo'linib qoldi. Shu jarayonlarda Qizil imperiya deb nomlangan Sovet ittifoqi o'zining murakkab davriga kirib bordi. Uning tashkil topishi keyinchalik esa boshqa imperiyalar singari barbod bo'lishi tabiiy edi. 1922-yilning 30-dekabrida tashkil topgan mazkur imperiya turli tarixiy bosqichlarini qatag'onlar, Ikkinchi jahon urushi, urushdan keyingi tiklanish va turg'unlik davrini boshidan kechirib 1991-yilgacha mavjud bo'ldi. Uning tarkibidagi O'zbekiston esa rasmiy jihatdan mustaqil bo'lsa-da, amalda markazga qaram respublika edi. Shu sababli 1917-91-yillarda O'zbekiston tarixida qaramlik sifatida baholanadi. 1970-1980-yillarga kelib Sovet ittifoqida jiddiy muammolar yuzaga chiqdi. Xususan, iqtisodiyotning ekstensiv rivojlanishi, energiya resurslaridan qaramlik va ma'muriy buyruqbozlik tizimi inqirozni kuchaytirdi. Tashqi siyosatda ham xatolar kuzatildi. 1979-yilning dekabrida Afg'onistonga qo'shin kiritilishi mazkur imperiyaning xalqaro obro'sini putur yetkazdi. Natijada G'arb davlatlari tomonidan sanksiyalar joriy etilib, mamlakat yakkalanib qoldi. 1980-yillarda neft narxining keskin pasayishi iqtisodiy ahvolni yanada og'irlashtirdi. Oziq-ovqat va kundalik mahsulotlar taqchilligi yuzaga keldi. Shunday vaziyatda 1985-yilda hokimiyat tepasiga kelgan Mixail Sergeyevich Gorbachyov qayta qurish siyosatini boshladi. Bu islohotlar mamlakatni inqirozdan chiqarishga qaratilgan edi. Ammo eski ma'muriy tizim, yakka partiyaviy boshqaruv va byurokratik to'siqlar sabab mazkur islohotlar samara bermadi. Chunki mamlakatda judayam iqtisodiy ahvol og'ir edi. Aksincha, jamiyatdagi norozilik kuchaydi va bu holat oxir-oqibat ittifoqning parchalanishiga olib keldi. Mustaqillik arafasida
O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli qanday ko'rinishga ega edi? 1988-90 yillarda O'zbekiston sobiq ittifoq tarkibida bo'lgan respublikalar orasida asosiy ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha eng pastki o'rinlardan birini egallab turgan edi. Mamlakat iqtisodiy jihatdan markazga qaram bo'lib, mavjud muammolar tobora chuqurlashib borayotgan edi. Bu og'ir vaziyatda xolis baho bergan siyosiy arboblardan biri aynan O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov bo'ldi. U 1990-yilning 24-iyunida bo'lib o'tgan O'zbekiston Kompartiyasi sezida respublikaning real ahvolini ochiq bayon qildi. Unga ko'ra, O'zbekiston yalpi ichki mahsulot, milliy daromad va mehnat unumdorligi bo'yicha ittifoq o'rtacha darajasidan ancha orqada ekanligi ro'y-rost aytib o'tildi. Sanoatda mehnat unumdorligi qariyb 40% ga past. Qishloq xo'jaligida esa 2 barobar kam edi. Aholi jon boshiga iste'mol mollari ishlab chiqarish ham juda past darajada edi. Odamlarning daromadi yetarli emas edi. Aholining katta qismi kam daromad bilan yashashga majbur bo'ldi. Ko'plab fuqarolar ish topa olmadi. Ijtimoiy soha ham og'ir ahvolga kelib qoldi. Sog'liqni saqlash, ta'lim va maktabgacha ta'lim tizimlari yetarli darajada rivojlanmagan edi. Maktab va kasalxonalarning katta qismi iste'molga yaroqsiz bo'lib qoldi. Binolar holati yaxshi emas edi. Natijada aholining turmush darajasi pastga tushib, hatto eng zarur ehtiyojlarni qondirish ham qiyinchiliklarga olib keldi. Bunday og'ir vaziyatning asosiy sababi Sovet davridagi ma'muriy buyruqbozlik tizimi edi. Bu tizim O'zbekistonni asosan xom ashyo bazasi sifatida rivojlantirdi. Respublikaning tabiiy, iqtisodiy va ijtimoiy xususiyatlari yetarli darajada hisobga olinmadi. Iqtisodiy bir yoqlama rivojlanib, asosan paxta yetishtirishga yo'naltirildi. Natijada oziq-ovqat mahsulotlari yetishmovchiligi yuzaga keldi. G'alla va boshqa asosiy mahsulotlarning katta qismi boshqa respublikalardan mamlakatimizga keltirilardi. Xususan, g'allaning qariyb 90% tashqaridan olib kelingan bo'lsa, O'zbekistonda meva va sabzavot yetishtirish hajmi yuqori o'rinlarda edi. Ularning iste'moli past darajada edi. Bu esa mahsulot taqsimotining markazlashgan va adolatsiz tizimi bilan bog'liq bo'lib qoldi. Qishloq xo'jaligida esa paxta yetishtirishga haddan tashqari e'tibor qaratilishi boshqa sohalarning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Chorvachilik va oziq-ovqat ishlab chiqarish yetarli darajada rivojlanmadi. Buning natijasida aholining oziq-ovqat ta'minoti sezilarli darajada izdan chiqdi va mamlakat jiddiy oziq-ovqat muammosiga duch keldi. Bu davrda ijtimoiy-siyosiy vaziyat ham murakkabligicha qolayotgan edi. Aholi orasida norozilik kayfiyati kuchayib, bu holat oxir-oqibat ijtimoiy keskinlikni oshirish xavfini vujudga keltirdi. Ana shunday og'ir sharoitda birinchi O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov rahbarligida oziq-ovqat muammosini hal etishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirila boshlandi. Jumladan, aholini g'alla bilan ta'minlash uchun maxsus dastur ishlab chiqildi. Bu dastur doirasida paxta maydonlarining bir qismi qisqartirilib, o'rniga g'alla ekila boshlandi. Bu esa bir necha muhim natijalarga olib keldi. Aholini ichki imkoniyatlar hisobiga don mahsulotlari bilan ta'minlash imkoniyati yaratildi. Dehqonlar uchun yangi ish o'rinlari, daromad manbalari paydo bo'ldi. Tuproq unumdorligini saqlash va ekinlarni almashlab ekish tizimi yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari, g'alla yetishtirish hajmining ortishi natijasida chetdan don sotib olishga ketadigan mablag'lar tejab qolindi. Eng muhimi, O'zbekiston oziq-ovqat mahsulotlari bo'yicha tashqi qaramlikdan asta-sekin qutula boshladi. Shu bilan birga, ayrim mutaxassislar
paxta eksporti orqali daromad olishni davom ettirib, g'allani chetdan sotib olishni taklif qilgan edilar. Ammo bu fikrlar amalda o'zini oqlamadi. Vaqt o'tishi bilan ichki ishlab chiqarishga asoslangan siyosat to'g'ri yo'l ekanligi isbotlandi. 1960-90 yillar oralig'ida yuzaga kelgan ijtimoiy muammolar aholining salomatligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatdi. Kasalliklar soni ortdi. Ayniqsa bolalar salomatligi borasida ishlar yaxshi emas edi. Bu esa jamiyatda jiddiy tashvishni uyg'otdi. Shu davrda inson manfaatlarini ta'minlash, aholi turmush darajasini yaxshilash masalalari davlat siyosatining muhim yo'nalishiga aylana boshladi. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov markaziy hokimiyat bosimiga qaramay, respublika manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan siyosat yurita boshladi. 1989-yilda Moskvada bo'lib o'tgan siyosiy yig'ilishda u respublika huquqlarini kengaytirish, mustaqillikni mustahkamlash zarurligini qat'iy ta'kidladi. Bu esa O'zbekistonning mustaqil taraqqiyot yo'lida o'tishida muhim qadamlardan biri bo'lib xizmat qildi. Qolaversa, mazkur davrda juda ham ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat murakkablashdi. Farg'ona, Bo'ka, Parkent va Namangan viloyatlarida 80-yillarning oxirida sobiq ittifoq hududlarida bo'lgani kabi bir necha bor mamlakatda ijtimoiy-siyosiy vaziyat keskinlashib bordi. So'z erkinligi, inson huquqlari, adolat talab qilgan ommaviy harakatlar kuchayib, oddiy xalqning og'ir turmush sharoitida noroziligi ochiq namoyon bo'la boshladi. Shu jarayonlarda 1989-1990-yillarda Farg'ona, Bo'ka, Parkent va Namangan voqealari bevosita kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Xususan Farg'ona vodiysida bu davrda murakkab demografik va ijtimoiy vaziyat hukm surar edi. Aholining tez o'sishi, ish o'rinlarining yetishmasligi, iqtisodiy muammolar ijtimoiy tanglikni kuchayishiga zamin hozirladi. Shu bilan birga turli millatlar o'rtasidagi munosabatlarda ham keskinlik yuzaga keldi. Farg'ona voqealari dastlab maishiy va etnik ziddiyatlar asosida boshlangan bo'lsa-da, uning asl sabablari chuqur ijtimoiy-iqtisodiy muammolar bilan bog'liq edi. Markaziy siyosatning mahalliy aholi manfaatlarini yetarli darajada hisobga olmasligi, korrupsiya hamda boshqaruvdagi kamchiliklar yillar davomida to'planib, vaziyatni yanada keskinlashtirgan edi. Bu voqealarning muhim omillaridan biri mesxeti turklarning hududda yashashi bilan bog'liq murakkab vaziyatda edi. Ikkinchi jahon urushi davrida majburiy ko'chirilgan bu aholi vakillarining katta qismi O'zbekistonda joylashtirilgan edi. Farg'ona viloyatida, ayniqsa Quvasoy va uning atrofida ular zich yashagan. 1989-yil may oyida Quvasoyda boshlangan tartibsizliklar voqealarining boshlanishiga turtki bo'ldi. Mahalliy yoshlar va mesxeti turklar o'rtasida to'qnashuvlar yuzaga kelib, ular tez orada keng ko'lamli tartibsizliklarga aylandi. Bu jarayonda mishmishlar, noto'g'ri axborotlar va ataylab tarqatilgan vahimali xabarlar vaziyatni yanada og'irlashtirdi. Iyun oyining boshlarida voqealar yanada keskinlashdi. Toshloq, Marg'ilon va Qo'qon shaharlarida ommaviy to'qnashuvlar yuzaga kelib, talon-tarojlar va yong'inlar sodir etildi. Ko'plab uylar vayron qilindi. Odamlarning juda katta qismi halok bo'ldi, jarohatlandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yuzlab uy-joylar va obyektlarga zarar yetkazilgan. Vaziyatni nazorat qilish uchun hududda ichki qo'shinlar kiritildi va ayrim joylarda favqulodda choralar qo'llanildi. Mazkur voqealarga qaramasdan, tartibsizliklar bir necha kun davom etdi va qo'shni hududlarga ham tarqaldi. Birgina Qo'qon shahrida yuz bergan voqealar ayniqsa keskin tus oldi. Namoyishchilar va huquq-tartibot organlari o'rtasida to'qnashuvlar yuzaga kelib, o'q otish holatlarida sodir etildi. Natijada ko'plab insonlar halok bo'ldi va jarohatlandi. Bu holat aholining noroziligini yana kuchaytirdi. Shu bilan birga Farg'ona voqealari boshqa hududlarda ham ta'sir ko'rsatdi. 1990-yil Toshkent viloyatining Parkent tumanida ommaviy tartibsizlik yuzaga kelib, inson talofatlari qayd etildi. Bu voqealar ham ijtimoiy keskinlikning kuchayganligidan
dalolat berar edi. Xuddi shunday aynan shu viloyatning Bo'ka tumanida ham norozilik chiqishlari va to'qnashuvlar sodir bo'ldi. Bu yerda ham aholi ijtimoiy muammolar, ishsizlik va adolatsizlikka qarshi chiqdi. Namangan shahrida esa 1990 dekabrda tartibsizlik yuzaga kelib, mahalliy aholi va harbiylar o'rtasida to'qnashuvlar sodir bo'ldi. Bu voqealar ham inson talofatlariga olib keldi va vaziyatning naqadar keskin ekanligini ko'rsatdi. Farg'ona voqealarining yana bir muhim jihati mesxeti turklarning ommaviy ko'chirilishi bo'ldi. 1989-iyun oyida ularning boshqa hududlarga evakuatsiya qilish boshlandi. Qisqa vaqt ichida 10 minglab odamlar Farg'ona viloyatidan olib chiqildi. Bu esa hududdagi etnik vaziyatni vaqtincha yumshatdi. Ammo muammoning asl sabablaridan bartaraf eta olmadi. Mazkur voqealar ijtimoiy-iqtisodiy muammolar va boshqaruvdagi kamchiliklar millatlararo ishonchsizlik va noto'g'ri siyosat oqibatida yuzaga kelganligini ko'rsatdi. Shu bilan birga axborot yetishmovchiligi va mishmishlar ham vaziyatni yanada og'irlashtirgan muhim omillardan bo'lib xizmat qildi. Umuman olganda Farg'ona, Parkent, Bo'ka va Namangan voqealari sobiq tuzumning chuqur inqirozga yuz tutganligini, jamiyatda yig'ilib qolgan muammolar keskin portlash darajasiga yetganini namoyon etardi. Bu voqealar keyinchalik mamlakatda tub siyosiy o'zgarishlar yuz berishiga va mustaqillik sari harakatlarning kuchayishiga zamin yaratdi. O'zbekistonda qolaversa 20-asrning so'nggi choragida paxta ishi deb nomlangan voqealar bo'lib o'tdi. 80-yillarning boshlariga kelib sovet tizimining siyosiy va iqtisodiy imkoniyatlari keskin pasaya boshladi. Shu davrda O'zbekistonda amalga oshirilgan eng yirik kompaniyalardan biri paxta ishi o'zbeklar ishi bo'lib, u 1983-90-yillarda sovet hokimiyati tomonidan olib borilgan qatag'on siyosatining muhim ko'rinishiga aylandi. 1983-yilda sovet rahbariyati tashabbusi bilan O'zbekistonda paxtachilik sohasidagi qonunbuzarliklarni tekshirish bahonasida maxsus tergov guruhi tashkil etildi. Bu guruh faoliyati respublikada keng ko'lamli tekshiruvlar va jazolash choralarining boshlanishiga olib keldi. Markaz O'zbekistonni go'yoki jinoyatchilik markazi sifatida ko'rsatishga urinib, barcha salbiy holatlarni aynan shu hudud bilan bog'lashga harakat qildi. Tekshiruvlar natijasida minglab rahbar va mutaxassislar, kolxoz raislari, sovxoz direktorlari, muhandislar va hatto partiya xodimlari lavozimidan chetlatilib, ko'plab insonlarga nisbatan jinoiy ishlar qo'zg'atildi. Ayrimlar hatto bosim va ta'qiblar oqibatida og'ir ahvolga tushib qoldi. Dastlab tergov ishlari yopiq olib borildi. 1987-yildan boshlab esa ommaviy axborot vositalarida bu kompaniya keng targ'ib qilindi. Natijada O'zbekiston va o'zbek xalqiga nisbatan salbiy fikr shakllanishiga urinishlar kuchaydi. Keyinchalik tergov jarayonida ko'plab qonunbuzarliklar sodir etilganligi ma'lum bo'ldi. Ayblanuvchilarga nisbatan bosim o'tkazish, noqonuniy usullarni qo'llash, ularning yaqinlariga ham ta'sir qilish kabi holatlar aniqlangan edi. Bu esa tergovning adolatsiz olib borilganligini ko'rsatardi. 1989-yildan boshlab maxsus komissiyalar tuzilib, tergov ishlari qayta ko'rib chiqildi. Natijada tergov guruhining faoliyati tanqid qilindi va ularning qonunchilikni buzganliklari e'tirof etildi, har jihatdan isbotlandi. Shunga qaramay ayrim tergovchilar javobgarlikdan to'liq tortilmadi javobgarlikka. O'zbekistonda ham paxta ishi bo'ylab qayta tekshiruvlar olib borilib, ko'plab nohaq ayblangan fuqarolar oqlandi. Minglab ishlar qayta ko'rib chiqildi va adolatsizliklar qisman bartaraf etildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu kampaniya davomida 40 mingga yaqin kishi tergovga tortilgan. Minglab odamlar noqonuniy ravishda sudlangan va jazoga tortilgan. Paxta ishi nafaqat iqtisodiy yoki huquqiy kampaniya, balki siyosiy bosim vositasi ham hisoblanardi. Mazkur voqeaning oqibatida jamiyatda adolatsizlik kuchaydi. Aholining ruhiy holati yomonlashdi. Kelajakka bo'lgan ishonchi pasaydi.
Umuman olganda bu voqealar Sovet tizimining chuqur inqiroziga yuz tutganligini, markaziy hokimiyatning siyosiy bosim orqali muammolarni hal etishga uringanini va buning jamiyat uchun og'ir oqibatlarga olib kelganini yaqqol ko'rsatadi.